Hozir men sizga aytgan Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu Makka mukarramada vafot qilgan eng oxirgi sahobiy bo'ladi. Bu kishi Rasulullohning davrlarida yosh bo'lganlar. Makkada eng uzoq umr ko'rgan va bu kishidan keyin hech kim yashamagan Makkada. Sizga o'xshagan kishilar hajga kelib bu odamni shoshmoqda. Rasulullohni ko'rgan ko'zlaringizni o'pay deydi-ku. Siz Rasulullohni ko'rganmisiz? Bizga nasihat qiling. Biz endi shu yerga kelib qoldik-ku. Doim o'ylayveraman. Biz o'zimiz loyiq emas edik-ku. Kelib qoldik endi. Loyiq bo'lmasak ham Xudo shu yerlarga keltirdi. Shunaqa bo'ldi-yu. Bizga nasihat qiling. Nima qilsak Allohga xush bo'ladi deb so'rashdi u kishidan. Shunda Abdulloh ibn Umar aytgan ekan. Men Habibim sallallohu alayhi va sallamdan eshitganman. Kim bu yerga kelsa, eng ko'p amali tavof bo'lsin. O'y hayoli, namozi ham, ovqati ham, bu yerda uxlashi ham tavofga hisoblangan bo'lsin.